problemaga kirib qoldim, akajon, yordam bering. Kecha papayas ushlab oldi. Pasport so'rayapti mendan. Axir men mushukman desam, O'zbekistonning yovvoyi mushukliging haqida pasporting o'zing tasdiqlaydigan, shaxsing tasdiqlagan pasport bo'lish kerak deyapti. Chumchuqlarga, mushuklarga, burgalarga, qurbaqalarga hammasiga pasport kerak ekan. Qayerdan chiqqan qonun bu? Shu qonun shunaqa. Endi ikkalamiz borib, pasportning stoliga borib, pasport olishimiz kerak. Bo'lmasam podvalda ham yashashga haqqim yo'q ekan meni. Baqirma. Men bitta kuchukni sevib qoldim. Zaksdan o'tmoqchi edim, uni ham pasporti yo'q ekan. Hammasi bo'ladi, xavotir olma. Pasportning stoliga boraylik aka. Pasport olaylik deyapman sizga. Hatto burgalarga ham pasport so'ralarkan yaqinda. Bo'ldi, uspokойся qil, pasportning stoliga boramiz. Boramiz-a? Pasport olamiz-a? Pasport olasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Papayas kelmayaptimi? Yo bu yoqqa qarab qo'ying aka. Voy, ogam shu ganaga tushib qoldi.